Burj Khalifa 1,5 milliard dollarga qurib bitkazilgan. Tasavvur qilyapsiz, oddiy mana shu xonadon 2 milliard dollarga qurib bitkazilgan. Mukesh Ambanining xonadoni, ya'ni dunyoning top 10 taliga kirgan boylardan biri, Osiyoning eng boy odami deb hisoblanayotgan odam. Binoni jami balandligi 173 metr ekan va 27 qavatdan iborat. Birdan 6-gacha bo'lgan qavatlar 200 ta eng noyob mashinalar uchun parkovka. Bundan tashqari binoning ichida spa, yoga va hattoki sun'iy qor yasaydigan xona ham bor ekan va eng qizig'i tomida 3 ta vertolyot qo'naydigan maydoncha bor ekan. Bundan ham qizig'i, bu xonadonda tasavvur qiling, 6 ta 7 ta odam yasharkan xolos, lekin bu 6-7 ta odam uchun 600 tadan oshiq odam xizmat ko'rsatar ekan. Prosta shok. Bu degani o'rtacha har bitta inson uchun 100 ta odam xizmat ko'rsatadi. Atrofda grajdan formada juda ham ko'p odamlar qo'riqlashar ekan, o'zini maxsus mashinalar, itlarida va qurollarida qo'riqlashar ekan. Hindistonning Mumbay shahriga sayohat rejalashtirgan bo'lsangiz, eng arzon to'g'ridan-to'g'ri aviabiletni Aviasales.uzdan atigi $139 xarid qilsangiz bo'ladi.